o'yinni yoqaman, ekranga boqaman, ma'nosiz mazmunsiz kinoni ko'raman. O'ylanib qolaman, kim ekan ssenariy mavzusi emas ko'rayariz. Qaynota kelin va 7 ta pomidor, zo'rlangan singil va bloger qaynona. Kelinga xarajat, kuyovdan najarat, ba'zilar lo'qligi TVga daromad. Kelinni yomonlash kinoda odatiy, rejissor ko'zida bu narsa oddiy. Ichimda savollar, akim ham keladi, butun bir komanda kuyganmi kelinni stop yetadi. Manoqa yerda chiqib ketamakan go'yoki oyga, yokida botib ketdimi loyga. Ssenariy yodlatar havaskor qo'yga. Tajriba shart emas hozir bu san'atga, kundan kun tolaman negadir hayratga. San'atda puli ko'p ekan konfetga, xafa bo'ladimi gapirsam betga. Arzon bu mahsulot miyani zaharlab, qo'lga beradi ko'p fikrni aralab. Ayollar fikrini shunchaki zararlab, shubhaga olib borar dillarni yaralab. Yoshlikda orzuyim aktyorlik edi, cringe bu kinolar orzuyim edi. Odamlar kamiga maqtovlar berdi, bu narsa orzuga tupurish dedi. Qolmadi hurmat, qolmadi ma'no, qoldi-ku faqat nomi. Shu xolos kulguda belasa faxishlar domi, buzilib bormoqda yoshlarning ongi.